Yangi Toshkent O'zbekistonning yangi tarixiy bosqichi. 2045-yilgacha bo'lgan bosh rejaga ko'ra shahar qariyb 20 ming gektar maydonda barpo etiladi. U poytaxtning sharqiy qismi bilan tutashadi. Hozirga qadar 6 ming gektar birinchi bosqich rejasi ishlab chiqilgan. Yangi shahar bu oddiy shahar emas, bu noldan qurilayotgan to'liq rejalashtirilgan zamonaviy shahardir. Shaharda alohida ma'muriy markaz bo'ladi. Barcha vazirliklar va davlat idoralari bir hududda joylashadi. Bu boshqaruv tizimini qulay va samarali qiladi. Bu yerda katta yashil bog'lar, Disney uslubidagi zamonaviy dam olish maskanlari, Markaziy Osiyodagi eng katta osmono'par binolar, katta favvoralar ham shu yerda quriladi. 55 ming kishilik zamonaviy stadion shaharning asosiy obyektlaridan biri bo'ladi. Har bir turar joy massivi o'z ichki ekotizimiga ega bo'ladi. Yashil hududlar, ariq va anhorlar, tartibli yer osti avtoturargohlari, keng va qulay ko'chalar bo'ladi. Transport tizimi to'liq hal qilingan. Zamonaviy tramvaylar, metro va avtobuslar yo'lga qo'yiladi. Shahar ichida harakatlanish oson va tez bo'ladi. Universitetlar, kutubxonalar, maktablar va biznes markazlar yangi arxitektura va aqlli shahar texnologiyalari asosida barpo etiladi. Xullas, yangi Toshkent bu shunchaki qurilish emas, bu kelajak uchun yaratilayotgan mutlaqo yangi shahar bo'ladi.